mana shu turbinani zashligini eshitdim-da, tagida vakuumchasi bor ekan. Keyin bir yo'li topli filtr, Ivano tashqaridagi atstonni filtrni almashtirmoqchiman. Tushunishinglar uchun yo'l shunaqa darajada yomon mana. 133 nomer tushibdi. Ozgina qilib piyozni to'rg'adimda, bo'ldi. Shu yerga kelib qatidimda, balonim aylandi hozir. Tushunishinglar uchun qanaqa tor, qanaqa aylanib qoladigan joylar. Quruq yo'lgacha olib chiqib oldim. 4000 rubl tushunishinglar uchun ipiga pul so'rayapti. Xayrli tong bizga. Mana samasval kirib ketibdi bu tarafga qiyshayib. Juda tez yurar ekan o'zi samasvalchilar. Bundan qor tashiyotgan. Qozog'iston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasini bog'lovchi Jaysan Sagarchin chegara postidan chiqdim. Yukim Suxofruk Moskvaga qarab. Farg'onadan yuklaganman. Xullas bu videoda Moskvaga borib, yukimni tushirib, qanaqa yuklarni yuklashim haqida video qilaman, to'liqroq tushunishinglar uchun. Bundan oldingi videoni ko'rgan bo'lsanglar, mana shu faram led likkilab qo'ygan edim, qimirlab yaqinda qo'ydirgan edim. Shuni remont qilmoqchi bo'lib turgan edim. Hozir mana shu yerda ochib olmoqchiman, chunki bitta insonni kutyapman. Qozog'iston tarafdan o'tish kerak. Qozog'iston tarafga bitta mashinani perigon qilib olib o'tib beradi и сразу пешеходныйdan qaytib chiqadi. Men hozir shu yerdan keldim, yukimni Farg'onadan yuklaganman. Moskvaga qarab, Moskva Kolomnada rastovnoshga qilaman-da и Podolskiyga tushiraman yukimni. Kuzatib yo'l hali uzoq, ob-havo yomon, sovuq. Takshda ko'rasizlar bir chekkadan. Vot mana shularni yechib oldimda, qaranglar mana sizlar tushunishinglar uchun. Ichidagilik kelyapti, lekin men orqasi bor, orqasi qotganda mana. Orqasi qotib turibdi. Buni polni tushirib olish kerakmi? Tushunmadim. Nastriyani tushirmaslikka harakat qilyapman, lekin baribir iloj bo'lmayapti. Chunki zo'r ishmasdi bu, chotki ishmas bu. Shuning uchun. Ate 2 kunni kutgan edim mana shu narsaga. Vaqtimiz yo'q, ishimiz ko'p deganida 2 kun kutgan edim. Bot meni ustam 12 ta skorostli mashinani birinchi o'rgatgan. Xo'va samasvalga chiqqanmiz. Taksi rossiyalik bo'lib ketgan, hozir anchadan beri bormadingiz O'zbekistonga. Yo'q, bir yildan beri. Oilaviy shu yerda yashashadi. Ular shunaqa qilib periodalga qildikda, vaqtinchalik ertaga garajga borib olguncha. Tagiga qo'yish kerak ekan uka. Ozginaroq, yengiroqdan. Hozir olaman bitta. Любой sohada, qanaqa sohada bo'lishidan qat'iy nazar, yaxshi bilish kerak, mukammal bilish kerak. Lijbi bilmasa odamga zarar yetkazib qamash kerak-da. Umuman. Ha, yo'lda qolgandan azobi shu. Narmanni usti tanlamasanglar shunaqa bo'ladi. Teppa ish baribir teppada vobshe bo'lgani yo'q, farani qildiydi. Yaxshi bo'lmadi baribir. Ertaga garajga borib olib xotirjam qilamiz aka. Orenburgdan chiqdik. Sarochinskiy, Samara shu oblastga qarab ketyapmiz. Xayrli tong hammaga. Kecha shu garajga kelib qo'ymoqchi edim. Manalar vobshe qor ekan, aylanib balon aylanib qolib qaytib chiqolmay deb turib, mana shu yo'l yuziga to'xtadim. Udobstvo bor ekan, orqamda mashinalar bor ekan. Hozir ledni ochamiz-da, ichini oxirgacha atidop qatirib keyin qo'yamiz. Chunki yaxshi bo'lmagan kechqurun. Mashina shunaqa loy bo'lib, chang bo'lib ketgan, yomon bo'lib ketganki, qaranglar manalarni. Tuzmi bu yoki ana salarkani oq shunaqa o'xshayib ne bo'lib qo'yganmi bilmadim-ku. Lekin mashina juda yomon bo'lib ketibdi. Quyosh chiqishiga qaramasdan havo -15 gradus bo'lyapti. Juda sovuq. Xudo xolasa moshni bo'ldi degan umiddaman. Taksida mana shu holada bo'ldi, xudo xolasa. Ozgina pirpirash bor. Remontlarni qilib yo'lga chiqib oldimda, xudo xolasa bugun Penzaga borib qo'yib dam olamiz yoki dalchi ketamiz. Quyosh chiqib rost chiroyli bo'lib qolgan.
Mana shu yerda halol oshxona bilan salarka bor ekan. 100 litr salarka qo'yib choy ichib olamiz yengilroq. Mana o'sha qorni shunaqa qilib tozalayapti ekan. Qaranglar. Sotishini qaranglar tashqari. Mana yo'ldagini qaranglar, ancha qor yoqqan, qanchadir vaqt yo'lni yuzini tozalab turib chekkaga to'plab qo'ygan, shuni hisobiga baland bo'lib to'planib ketgan. Mana. Redirda. Samaraga 140 km atrofida qoldi. Samaradan полностью zapravka qilib olamiz, to'ldirib. O'tgan resimda xuddi mana shu yerda bir kunmi qolib ketgan edim. Moshinam buzilib 1 kunmi 10-15 soat vallohi hali mana shu ostanovkaning yonida edi. Shu yerdan o'tyapman. Odatda Rossiyadan 2 marta zapravka qilaman, ketishda bitta, qaytishib Qozog'istonga o'tishga bitta. Qozog'iston Shimkentlarga yetib olishga. Rublim jicha ozroq edi, 50 ming rubl atrofida pulim bor edi, $500 qoluvdi. Rossiyaning ichiga olib qo'ygan edim. Hozir mana shu yerda mana shu qog'ozni ham maydalab olamiz. Chunki baland olar ekan qog'ozni. Qozog'istonda 7600, 7,5 ming atrofida olsa, bu yerda 8 ming atrofida olar ekan. 750 tacha, 800 litrcha ketsa kerak, общий, по-моему. Yaqin qo'yganda ololmadim, yonimdan o'tayotganda O'zbekistonda Uzairways samolyoti Samaraga qo'nyapti. Yo'lda ketyapmiz, yerlar moshinam nimagadir dim bo'lib qoldi, salarga qo'yganimdan keyin. Tushunmayapman. Xayrli tong bizga. Kecha kechqurun umuman mashina tortmadi, вообще ishlagani yo'q. Hozir ham shunaqa bo'lyapti. 70 tezlikdan o'tmayapti. Gazni oxirigacha bosib turibman. Tekis yo'l bo'lmasam, podiyom spust yo'q. Umuman mashina ular yaxshi ishlamayapti. Kecha zapravka qilganimdan keyin shunaqa bo'ldi. Mo'j salarga yaxshi emas. Yo bir nimadir bo'lgan, tiqilgan, lekin juda bu holatda qanaqa qilib yetib olaman bilmadim. Bu chiqayotgan quyoshga umuman isham bo'lmaydi ekan. Jigarlar havo minus 11. To'xtaganimda 15 edi. Bu ham noto'g'ri ko'rsatyapti-da. Qo'lim muzlab qoldi kabinani ko'tarib bir qator ko'ray degunimgacha. Hech qanaqa kabinani ko'targanimdan havo chiqish yo boshqa narsalar bo'lmadi-da. Lekin mashina dim. Razgom olganda bilinmayapti. 6-skoroskachami? Bundan bu yoqqa ketdi mana. Juda dim. Skoroskdan spustga endi almashtiryapti. Spustga ketyapmiz, spustga pastli. Gazni oxirigacha bosib turibman. O'zi 15 ta skor almashtirish kerak, оборот 15 ga chiqqanda erta almashtiryapti. Pastli, yana erta almashtirdi. Вообще erta almashtirmadi. O'zi zo'rg'a razgom olib ketyapti edim, mana shu gayi kelib to'xtatdi. Qani nima deydi ekan ko'ramiz. Уже chip karta so'rashga o'tishibdi bular, taxograf ishlamaydi, gaylar taxografga yoza olmaydi, ham chip kartaga yozadi. 1,5 ming rubl atrofida. Lekin boshqa ayblarni topib, havo chiqyapti, o'qilyapti deb gap topyapti. Endi oldimda turgan mashina Toshkentning mashinasi ekan, qismi Toshkentning mashinasi ekan. Telefonda gaplashib ketyapti. Umuman bu tarafga bakovoyga qaramayapti, qisib kelyapti men palasani bosib. Mana yerda bilsanglar stanka bo'lardi, zolotoy petshok. Ben qor qoplaganini qaranglar. Ko'pligini. Parkincha bo'lardi, mana shu yerga to'xtardim deb plan qilib kelyapti ular. Hozir yo'q. Mana yerda platniy stanka bor ekan. Shu yerga kiramizda.
O't xullas bitta elektr usta bilan gaplashgan edim. Mana shu turbinani zashligini eshitdim-da, tagida vakuumchasi bor ekan. Mana shu 10 litr trubkani yechib yurib ko'ring dedi. Bo'lsa bo'ldi dedi. Bo'lmasam topливный sistemadan chiqardi dedi. Hozir ana tablodagi cheklaridan polni hamma kodlarini yozib tashlab berdim-da. Kompyuterda diagnostika shu turgan joyida qilib ko'rgan edi, tekshirib ko'rgan edi. Bittasi toplivdan, bittasi turbina tarafdan ошибка bor ekan. Просто приborga chiqmagan u. Nima qilishni bilmayapman-da, hozir taksida mana shu turibman. Agar aloqaga chiqsa shuni uzib yurib ko'raman. Bo'lmasam iloji yo'q, bironta ustaxonaga kirib sarflash kerak. Chunki bu yerda remont, servis juda qimmat. Xizmat haqqi. Kelgan yo'l iloji boricha shu o'zini qilib ketib olishim kerak. Shunaqa payt nima qilishni ham bilmay qolasizlar. Xullas almashtirdim-da, o'zgarmadi shu dim. Ana benzinga kirish probka ekan, qaranglar, o'zi samasvarlar qor tashyapti bu yerda. Haqiqatan qor umuman baland, qaranglar. 1 metr yo'lni chekasida. Hozir Makshanga boraman-da, Makshanda sararka filtrlarimni polni almashtirib ko'raman. Zapasnoy filtrlarim bor, o'zimda mashinada bor edi. Turbina slankasini chiqarganimdan keyin o'zgarish bo'lmagandan keyin bir yo'la topli filtr, Ivano tashqaridagi atsonli filtrni almashtirmoqchiman. Qaranglar, buni ham ichi qorayib ketgan. Hozir mana shu remen bilan bo'shatib ko'raman. Uni o'zi asli kulich bo'lishi kerak, kulich yo'q menda. Mana kulishni ham hozir oldim, mana istoxonadan. Shunaqa darajada qiynalib ketdim, buni yurgizib olguncha kachka qilib, sirazi yugurib, zavod qilgani chiqaman, o'chib qoladi, kachka qilib sirazi yurgizgani chiqaman. Bitta odam kerak ekan. Mana do'konchini aytib chiqdim-da, shu yurgizib berdi. Mana atsonli filtrni qaranglar, ichi ko'rinmayapti. Shunaqa darajada axlat bo'lib ketgan mana. Mana qaranglar, musorri. Ben onu teshib chiqardim, oxiri bo'shamagan edi, teshib chiqardim. Samarezlarni olib, kulich ham bo'shta olmadi. Endi buni musorga tashlab, narsalarimni yig'ishtirib, bitta yurib ko'raman ozgina. Shunaqa holatlarni ko'rganinglardan keyin asosiy rol pravo olib minishmasligini tushunib yetasizlar. Menimcha, deb o'ylayman. Minish bu oxirgi narsa, glavniy narsa, mashinani ehtiyot qilib ishlatish. Ishlash, ish topish, yuklash, muomala qilish, gaplashish. Minish, pravo olish, xullas bunga chiqish oxirgi darajali. Bu eski filtrda ahvoli, eski filtr shunaqa darajada qorayib ketgan ekan. Ana u ham patinkasi bilan chiqibdi. Yurgizgani. Almashtirib olganimga hamma yo'g'im salarka bo'lib chiqdimda, almashtirib olganimga xursand bo'lib tursam, mana yerda chek yonib qoldi. Bilmadim nimaga, 10-15 minut tursin-da, salarliginaqa bo'lsin, keyin o'chirib turib, boya turbinani, ana 10 litr trubkasini chiqarib yuborgan edi, mesillarda bo'lsa. Shu shlankani qaytarib suqaman-da, massani uzib turib, 10 minut, 15 minut dam oldirib, keyin yurib ko'raman ozgina. Tortishi o'ta go'zal darajada tortyapti. Mashina vobshe zo'r eski holatiga qaytdi, xudo xolasa. Faqat men chekka o'chirish kerak. Hozir kachka qilayotgan paytim 3-4 marta qo'shgan edim, shuni hisobiga yonib qoldimikin deyapman. Ana chiqargan shlangamni qaytarib suqqunimgacha massani o'chirib turaman. Akkumulyator massasini qani foyda berarmikan? O'rtada bir manetga kirib choy ichib chiqsam, roza tuta olmagan edim. Bugundan roza kirdi. Ertalab tura olmagan edim. Taqvim yo'q edi shuni hisobiga. Ertadan tutamiz roza. Yaxshi. Ana shlankan tiqishdan oldin almashtirib, mana massani o'chirib ko'ray degan edim, o'chibdi. Shunam eski holatga qaytgandan keyin qana obgom qilaman. Mana shunday qilib obgom qilaman, splashnoy polasa bor ekan. Shuning uchun turaveramiz. Yo'lda bitta qishloqcha bordi. Har safar o'tadigan qishloqcham. Ko'pincha yozda ko'p ahamiyat berib to'xtalardim. Manillarga bemalol magazinga bu narsaga to'xtamoqchi bo'lsam. Hozir mana yoqqan qorni qaranglar, qalinligini. Ha, uyini derazasigacha ekan.
Ha, yo'l chekansin qaranglar. Moskva ertaga indinga juda qattiq qor ko'rsatyapti. Sovuq -20, -24 ga chiqadigan darajada ko'rsatyapti. Ish qilib borib, esalomon yukimni yig'ishtirib qaytib kelib olay. Yana bitta misol, bundan oldingi eski videolarimni ko'rgan bo'lsanglar bilasizlar, mana shu yerga to'xtab asal, ayiqda asali, keyin Neza Mirzaga shunaqa narsalar sotardi. Manilar yam-yashil ko'm-ko'k bo'lardi. Agar videosini topsam, montajda qo'yib yuboraman. Mana shu yerga yoqqan qorni qaranglar. Bu tarafni qaranglar. Yana ham hali gradus ob-havo qaytib olsin deb ancha kutib yo'lga chiqdim, lekin shunda ham baribir 100% yo'llar zo'r qurimagan, boshqa bo'lmagan ora-churada galolot kelib qolyapti, qor kelib qolyapti. Hali Moskvaga borgunimgacha qanaqa bilmadim. Так что qo'qish yo'q, Allohga tavakkal. Любой muammo, любой joydan chiqib kelyapmiz. Inshaalloh bundan ham chiqib kelamiz keyingisidan ham. Xullas, mana shu yerdan suvchani olib oldim. Juda chanqab ketdim. Shahrisabz degan o'zbek oshxona bor ekan. Mashina chotki ishlasa qanaqa bo'lar ekan? Vot mana 90. Gazni tashlayman-da 80 ga tushishini kutaman. Ili gorni bosib tushiraman. 80. Endi gaz bosaman. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ga sanagunimgacha 90 ga chiqdi qaytib. Nari yetdi 80 ga sanagunimgacha ham chiqmayotganida hali. O'lganda. Tak hozir Shatskda Abeziga yangi yo'l ochib qo'yibdi. Rizanga yetmasdan Shatsk degan rayon bor edi, Shatsk degan. Shunga tilim kelishmaydi. Rizanskiy oblastga kirib keldim, qor yog'ishni boshladi. Bu tarafda juda katta probka bo'lgan ekan, mega probka. Bitta tanishim kelyapti oldi tarafdan. Hozir 200 km, 160 km raziyetsamiz bor. Orada u men tarafga, men u tarafga qarab ketyapman. Hozir yo'lda ko'rishamiz. Shuni aytishi bo'yicha 2 soatdan beri probkada turgan ekan, endi ochibdi. Hozir Kolonnagacha 260-270 km Rastamoshkagacha. Kechqurun soat 11-12 larda kirib boramiz ekan. O'zbekiston vaqtida soat 10:30 bo'ldi. Bizda 8:30 bo'ldi. Ob-havo yana ham yomonlashyapti. Kim shoshilsin, o'tib ketsin deyapman-da, 50-60 tezlikdan oyog'iga o'tmayapman. Chunki bilib bo'lmaydi. Bunaqa joyda riskovat ham qilib bo'lmaydi. Xotirjam to'xtashga, dobstvo qilib uzun orientirobga olib ketyapman. Mash qor, mash aylanib qoladigan galolot, asfalt ham ko'rinmaydigan joyda mana gay to'syapti. Yosh katta chol ekan. Nima deydi ekan endi hozir ko'ramizda, qani shu sovuqda. Nima deydi, eshitma demaydi. Soqqasini oladi bo'ldi. Balonim aylanib, manetdan chiqa olmaganim qoladi. Yo'lni qaranglar, jigarlar. Orqam poyezd bo'lib ketdi. Ratsiyada tezroq yur deyishyapti-da. Farqi yo'q, 60 ketyapman. Hamma men orqamda, chunki u yerda nimadir bo'lganmi, yonib o'chyapti. Oldinda ko'rishish kerak bo'lgan sherigim aytishi bo'yicha yo'lni yopdi, Rizanni polniy. Juda probka ekan, mega probka. Shunga bitta stoyanka chiqsa, oziq-ovqat bor, dam oladigan joy bor, qulayroq to'xtashga. Shu yerga to'xtab damni olavering deyapti. Qani nasib qilsa ko'rishamiz, chunki u betda ham, bu betda ham to'xtashga joyi yo'q. Shu uchun tushunishinglar uchun yo'l shunaqa darajada yomon mana. Shu yerda bitta kengroq joy bor ekan, to'xtadim. Har yerda ham mashinalar turgani uchun sherigim bilan shu yerda ko'rishib olaman-da. Unda balon aylanib qolganda tagiga qo'yadigan setka bor. Shuni olib olaman. O'sha bu yoq quruq, unga kerak emas. Sherigim pashti ustam desam ham bo'ladi. Mana shu sohada juda ko'p narsani o'rgatgan.
Bu setkani olib olamanda, dakansa yo'lda davom etamiz. Faqat yo'l ochilsa Rizandagi. Mana keldida, endi shunaqa narsa qarzim bor edi. Hozir berib qo'yamiz. Olib beraman, topib beraman dedim. Usta bilan 1 soat, 1,5 soat atrofida suhbatlashdik-da. Endi ketyapti. Ha, qimilladi. Yaxshi. Bo'ldi, men ham 1-2 soatdan keyin yuraman. Yo'llar ochirib olaversan, xotirjam. Namoz o'qib keyin yuraman deyapti. Так что, havo shunaqa. Soat 1:14 minut o'tdi. Движение pasaysin, sal moshtalar o'tmasin deb shuni kutgan edim. O'zbekistonda 3:15 minut o'tdi. Endi sekin yurib 160 km, 200 kmga yaqin shaharning ichida yuramiz. Qani endi lekin yo'llar tozalandimikin, boshqamikin, lekin qoram to'xtadi. Juda ko'pchilik xuddi shunaqa kech paytda mana qorong'ida to'xtab uxlaydi, qaranglar. Shuni hisobiga yo'llar tinch bo'ladi dedim. Orqamdan ham oldimdan ham mashina o'tmadi. Umuman 10-15 km yurdim. Endi maza qilib ketamiz. Xudo xolasa. Rizanda ichkarisiga kiryapman, Rizanskiy oblastga. Вообще asfalt yo'q umuman. Tozalamagan yo boshqa qilmagan. Mana yerda opasniy поворот bor, burilishga svetofor bor. Ish qilib yashil bo'lsin, chunki aylanib qolyapti balonim. Ozgina to'xtasam. Va mashina tormoz bossam ketyapti. Qizil ekan. Baxtimizga. Неужели? Chunki bu yog'i padyom, sekin kelib razgom olishim kerak. Davay, bos. Aylanyapti, mana ko'ryapsizlarmi? Ko'ti qiyshayib aylanyapti. Gazni ozgina nomiga bossam ham shunaqa. Bismillahirrohmanirrohim. Sen dedim meni uje 3-marta to'sishing dedim. 2 marta to'sganingda yozgansan dedim, imino mashi. Bir marta 10,000 rubl ishtiraf yozgansan dedim, bir marta 1,5 rubl ishtiraf yozgansan dedim. Bu 3-chisi dedim. Sen o'zing safaringda 3-marta to'syapsan dedim. Lekin bugun dedim 23 ta gayiga dedim, to'xtadim dedim. 23 ta gayiga bilan gaplashib kelyapman dedim. Qo'yvorki qiynama dedimda, taxograf raspichatka deydi, 300 bersam. Endi bularni dardi kechqurunda mana shu qorda o'z o'rg'a to'xtab oldim. Mana svetofor yashil bo'lib qoldi, kami 70 tezlikda ketyapti dedim. Aytdimda keyin oddiy bitta dedim, filtr dedim $100 turadi dedim. Chip karta dedim, bizda O'zbekistonda $400 turadi dedim. Arendator говорит, где мой деньги dedim. Mendan pul so'raydi dedim unga. Aytdimki, ashtaqa desam keyin menga arendatorning nima qizig'i bor? Xo'p, bugun dedim 23-marta to'xtashim gayiga. Xo'p, endi tasavvur qilchi, men borib kelgunimgacha 50 ta 60 ta gayiga to'xtab kelsam, ana moshdan bitta atstoniy filtri $100 ga almashtirdim dedim, hozir dedim. Menga nima qoladi yoki arendatorga nima beraman men dedim. Ke dedim, bir marta qiynaman, qo'yvor dedim, pasyan ishtiraf yozsang dedim, har safar ishtiraf yozsang nima qoladi sendan desam, pulimni ham olmadi, 1 so'm bergan pulimni ham qaytarib berdi. Pasport ichida pulni ham qaytarib berdi. Endi kolonna bor, eng ashaddiysi, u bunaqa gaplarga ishonmaydi. U umuman no money no honey deydi. Nagili borasiz, shunaqa qiladi. Qani ko'ramiz, u yerdan ham salom o'tib olaylik iloji boricha. Mashina chapda ko'chaga burilaman dedi-da, botdi shu yerda. Umuman yurmadi, balon aylanmadi. Shu bo'yi turibdi. Juda yomon ahvol. Bu yukim Kolonnada rastamoshka bo'ladi. 77 kilometrdan keyin Food Cityga tushadi, Moskvaga. Bu yog'i 140 km, 120 km. Ertaga paka rastamoshka bo'lsa, ertalabda ishlaydi soat 8 dan kechki paytga 6 gacha. Ertaga bo'voradi xudo xolasa, keyin juma ertaga. Inninga tushiradimi, tushirmaydim bilmayman. Shanba ishlashadimi, ishlashmaydim. Paka ertaga rastamoshkani qildirib Food Cityga borib qo'yamiz. Agar yo'q tushirmayman desa, kechqurun kechasi yurib borib qo'yaman. Shunaqa payt.
Chunki ko'ryapsizlar, hech kim yo'q. И тем более Moskva вообще probka bo'ladi. MKADdan tushib, через Food City'ga o'tib ketamiz. Через MKAD. Xullas, tak что ertaga hammasini ko'ramiz. Hozir birinchi o'rinda Rastomoshkaga kirib olsak bo'ldi. Tashqaridan xuddi sizlarga постоянно gapirayotgandek tuyulayotgan bo'lishi mumkin, lekin har bitta videoning orasida kamida 10 kilometr yoki 20 minut, yarim soat vaqt bo'lyapti, raznica. Shuni to'g'ri tushunasizlar. Sizlarga gapirmasdan 20 minut videoda yo'lda o'zini olib ketsam bo'lmaydi. Shuning uchun faqat gapirgan joylarim, tushuntirgan joylarim chiqyapti. Ba'zilar kommentda yozadi. Постоянно o'zing gapirib yurasanmi deb. To'g'risi o'zim ham g'alati bo'laman. Videoda sizlarga shunaqa tuyuladi, chunki yarim soat, 20 minut, даже 40 minut, 1 soat, 1,5 soat, 2 soat o'tib ketishi ham mumkin. Shunaqa payt videoning oralig'i bo'lib qoladi, shunda gapiraman. Kolonnadan 70 tezlikda o'tib ketdim. Yaxshi, uspet qilmadi chiqishga yo'lda bo'yiga. Rastomoshkaga 30 kilometr qoldi. Mana shu go'zal manzarani qaranglar. Yarim kechasi xuddi kunduzi bir osmonning rangi boshqacha bo'layotgandek tuyuladi. Xuddalik sahar bo'layotgandek, lekin yarim kechasi. Mana shu mahallachalardan 10 ga ko'cha bor edi, shu yerga burilardim. To'shni bilmadim-ku, hozir kelib qolar ham. Agar mana shunaqa qor bo'lmasa katta. O'z shunaqa bo'lsa kerak. Boshqa payt yo'lni yuzidagi normalniy tamojnilarga to'g'ri keladi-da. Shunaqa qor, ob-havo yomonlik paytda mana shunaqa mahallaning ichidagilariga to'g'ri keladi. Zo'rg'a burib kirib oldim. Smerimni ko'rsatdim-da. Bu yerda bilasanmi, qanotdan kirib nimalar qilishni deyapti. Da bilaman dedim. Uje dedim, 3-marta kelishim. Balon aylanyapti. Mashina oldiga surilyapti. Balonim bochka balon. Ehtiyot bo'lib kirib olish kerak. Ot. Endi mana shu eshikka qo'ysam, mana yerda akoshkaga uchraymanda menga nomer beradi. Mashinamni laboga qo'yib oladigan nomer. Ertaman shu nomerga qarab uyg'otadi meni. Dokument bergani chaqiradi. 133 nomer tushibdi. Ichkarida hech qancha mashina yo'q. Hammasi o'zbek mashina yoki qozon mashina. Dalcha u yoqqa borib qo'y dedi. Puli to'lanmaganmi hali Rastomoshkani bilmadim-ku, lekin har safar boshqa joydan yuklaganimda primoy rampaga qo'yardim-da, ketardim. Xullas ertalabda ochdim. Ot. Shunaqa slivani qoqisi. Orqa tarafgacha ozgina munkib tushib ketdi. Ochib yukni ko'rgandan keyin yana qaytarib o'zlarini plombasini ilib qo'yadi, tamojida. Anaqa plasmassa plombasini ketaman, qor yog'ishini qaranglar. Tinmayapti-da bu qor umuman. Juda uzoqqa cho'zilib ketdi deb turgan edim endi dokumentlarni. Telefon qilib chaqirdi. То здесь места нет, чтобы ставить. На улице, если место найдем, на улицу поставим. На территории базы места нет, брат. Mana shu yerda xullas Pitorchka degan magazin bor edi, shu yerga yaqinroq. Shu yerdan bozorlik qilib olamiz. Kelganimdan beri bozorlik qilmagan edim. Moshlarni mana ko'chani boshiga qo'yardim-da odatda. Hozir ko'chani boshi to'ldir ekan. Nimaga qo'yamiz? Qorni qaranglar. Burunga shunaqa toza havo kiryapti. Hamma qor, ijja sovuq ham qattiq emas. -5, -10 atrofida. To'g'risi kunduz uxlab turganimga qandaydir hozirgi vaqt qanaqadir g'alati bo'lyapti. Kechqurun tushyapti.
Mana shu magazinchadan olamizda. Bozorlikni qilib chiqdimda. Og'iz ochar paytga 24 minut qoldi. Moshlarni mana shu yerga qo'ygan edim. Tozalamagan umuman. Bitta ham mashina bir qator bo'lsa ham yurmagan, shu bo'yi turibdi. Chap tarafini qilgan faram endi o'ng tarafi qimirlayapti. Sezilayotgan bo'lsa agar. Mana. Endi o'ng tarafini to'g'irlash kerak. Shunday o'rganib oldim. Biron joyda bo'shagan payt shunday bir pasta qilib qo'yaman, xudo xolasa. Ozgina qilib piyozni to'rg'adimda, orqasidan mana Qozog'istondan olgan mol go'shtidagi tushonkam sovuraman. Tayyor bo'lsa yaxshi chiqsa kerak deb o'ylayman. Ro'za oyi bo'lgani uchun uzr so'rayman, kimdir ro'za holatda ko'rayotgan bo'lsa. Atmosfera chotki. Ro'za oyida birinchi marta bunaqa pagodani ko'rishim umrim davomida. Qaranglar, juda chiroyli, qandaydir bir boshqacha ощущение bo'lyapti. Mashalloh, qaranglar, mana chiroylarni, qor yog'ishini qaranglar, atmosferani. Qanaqa qiyinchilik bo'lsa ham bu yerda yarashaveradi bunaqa atmosferaga, to'g'rimi? А я никогда не видел, вот люди пешком идут быстрее машины. Это МКАД. Чисто люди по МКАДу решили пешочком пройтись. Потому что транспорта нету. Soat Moskva vaqti bilan 1 bo'ldi. Birpas o'tirib, probkalar tugaganda kechroq kiraman degan edim. Mana tikkaga olib, xullas dokumentlarni olib ketdi, pravalarni. Texpasporting bilan страховкani olib bor deyapti. Bilmadim nimaga, endi ko'ramiz. O'zi kelib, dokumentlarni berib, oladiganini olib ketdi. Bularning dardi boshqada. Ko'pchilik tilini tushunmaydi shunaqa. To'xtab uxlayotgan mashinadan qanaqa qilib taxograf ishlayaptimi, rejimdami deb so'rash mumkin. Tim bo'li gay. Taxograf ishlasa bermayman desam, sen вообще nima qilasan ekan dedi-da, olib ketdi mashinasiga. Keyin mashinasiga dokumentlarni olib bordim. Mashinangga borib tur, hozir boraman dedi-da. Kelib olib ketdi. Hozir yukimni tushiradigan joyim jicha torroq ekan, karta navigator qarashim bo'yicha. Kichkinagina skladda o'zi ekan, lekin Moskvaning ichida ekan. Bilmadim shu yerda to'xtatgani, mashinani qo'ygani joy bormi, yo'qmi? Shunga o'ylanib tavakkal kirib ketyapman. Yo'llarni hali tozalamabdi. Ba'zi videolar chiqyapti Instagramda, boshqada. Kecha 19-holatdagi, kecha kechqurun shunaqa payt holatdagi yo'llarniki montajda qo'yib yuboraman. Juda probka, mashinalar aylanib qolib, даже mukatlarni ham tozalamagan, boshqa bo'lmagan. Shunaqa bir katta probka bo'libdi Moskvada. Shunga choyni ichgandan keyin uxlagan edim, dam olgan edim. Soat kechqurun 2-3 larda yuraman deb. Ana gayi kelib 12:30 da uyg'otdi, "Davay" dedi. Bu yerda dedi, hozir yo'lni tozalaydi, mumkin emas bu yerda endi turish. Yo'l tozalab, ikkita palasani ochib qo'yadi dedi. Bu tarafni ham ochib qo'yibdi. Palasani ham, pashti ochib qo'ygan. Kechqurun soat 1:30 bo'lishiga qaramasdan probka. Moskvadan chiqish ancha uzun probka. Yo'lning holati o'sha naborot yomonlashib boryapti, lekin Moskvaga ichkariga kirib kelyapman, sentrga. Lyubertsidaman hozir. Moskovskiy oblast, Podmoskva, Lyubertsi. Hozir Mkat bor, Mkatdan o'tib MCD trassa bor. O'sha MCD trassasiga kirib ketamiz. Mkatdan ham dal ichkariga kirib ketib, bu taraf Mkatga tushib ketishdi, mana bu taraf Mkatga tushish, bu yerdan chiqish. Xullas mana shu trassa Mkat bo'lsa, вообще sekin yurishdi mashinalar. Probka. Mana asfalt emas, muz. Qaranglar.
Shunaqa hali bitmagan ko'priklari ham bor-da Moskvani ichida-chi. Hozir men ancha Камера на полосу. ichkarisidaman. Впереди камера на разметку. Voy. Yaxshi ham kechasida kirganim, kunduzda kelsam nima bo'lardi ekan? Mana shu yerdan o'ngga burilishim. Съезд. Поверните направо, на мост. Yo'limiz yaxshi emas. Umuman MCD trassa. Прямо 3 километра. Mana свежий avariya. Tavba qildim. Bu ham juda katta trassada, mana qaranglar. Mana Samasval kirib ketibdi bu tarafga qiyshayib. Juda tez yurar ekan o'zi Samasvalchilar. Bundoq qor tashlayotgan. Qanaqa tor mahallaga kirib oldim, qaranglar. Hozir men ro'paradan kelgan mashina umuman sig'masa kerak. Mana shunaqa ko'priklarga juda hushyor bo'lish kerak, bilib bo'lmaydi. Juda ichkari joylarga aytibdi o'zi ham, imенно sentrning joylar, men aholini mashinalarini bilmayman. Mana shu yerda joy bor deganida menga. Joy yo'q umuman mana. Mashina qo'yganim, men yo'lni to'sib beraman qo'ysam hozir. Mana shu yerda chapga kiradigan joy bor ekan. Qachon kiraman, qanaqa kiraman bilmadim. Shunga 300 metr joy qo'yganim, mana yerda joy bor ekan. Mana shu yerga qo'yib qo'ydim mashinani. Bemalol xalaqit bermaydi, hech qaysi mashinaga bemalol burilib ketaverar ekan. O'zi kattagina pol ekan. Tak что ertaman deyman, o'sha 1,5 soat, 2 soatdan keyin xabarlashamiz. Yugruska bo'ladigan joy bilan keyin bir gap bo'lar. Hozir mashinani old-orqa qilib qo'yishim kerak, chunki yurib kelib sirazu qo'ysam, mana shu balon kelgan joy erib qoladi-da, shu yerda o'zida balon aylanib qoladi, bu soat qilib qoladi. Bizga xayrli tong. Peshkom ko'rib chiqdim. Kirib chiqadigan joyimi 300 metr ekan. Ichida podyomcha borda, mana asfaltda qor bor, aylanib qoladimi, qolmaydimi? Shularni bir qator tekshirib chiqdim. Birinchi urinish bo'lmadi, orqaga qaytdim. Ikkinchi urinish ham bo'lmadi, men mashinani chiqarib yuborish kerak ekan. Bo'ldi, shu yerga kelib qatidimda balonim aylandi. Hozir bitta aka tozalab beryapti. Mana shu ikki kirar ekan. Qanaqa qilib chiqib olaman bu yerdan? Keyin bilmadim. Xullas yukni tushiryapman, shunaqa qilib paddonga olib tashlar ekan. Mana akamiz borib, qalpoqdagi bitta aktyorga o'xshaydi ekan, qaranglar. Shunaqa o'xshatdim. Mana qalpoqda chiqarmadi. Qaysidir bitta ko'rsatuvda chiqardi oldin. Shuni sizlar uchun qanaqa tor, qanaqa aylanib qoladigan joylar. Mana shu yerdan chiqib keldim. Hop, yuk tushirib oldim. Abetda tushirib berishdi. 1,5 bo'ldi-mekin soat shunaqa atak. Hozir Leningradskiy shossega boramiz. Sxodnyaga. Shu yerda yukim bor, shu yerdan boshlaymiz. Tak что hozir yo'lgacha ko'rasiz jarayonni. Hozir mana shu yerda o'zida mashina yurmadi-da, qaranglar. Ha. Joyda turibdi, mashina umuman yurmayapti. Hozir lapatkada tagini tozalashadi-da, keyin boshlaymiz. Xullas mashina aylanib qoldi-da, tortib bitta mashina benzovoz chiqib ketayotgan edi, shunda tortib pastga chap tushib qo'yishga gaplashdik-da, u tortib olib tushib qo'yapti. Men ikkala chekadagi mashinalar mishat qilyapti, xullas xalaqit beryapti. Hozir bu yeru mayli, naryodagi zo'rg'a 3-4 martada harakat qilib chiqqan spuskumdan orqaga qanaqa qilib tushib olishni o'ylayapman. U mayli, ana yonboshga bitta mashina qo'yib ketib yuborgan. Ana orqasini birinchi bunday burib, ana iziga to'g'rilay desam, men yonboshimda galava tegib qoladigan joyga mashinasini qo'yib ketgan. Tak что ko'ramiz, chiqib olamiz, xudo xolisa bu yerdan.
tilni bilmaslik aytadi-yu, qiynalasizlar, boshqa qilasizlar. Mana hozir men umuman tilni bilmayman, gaplasha olmayapman, lekin mimikalar bilan tushuntiryapman. Mana shunaqa holat deb kulgili, aybim emasdi. Bu meni tilda rus tilini o'rganmaganim yo'q, bilmaganim. Buni ayb deb hisoblamayman. Chunki biz hali rus davrida yashamaganmiz. Mustaqillikdan keyingi avlodimiz ingliz tili bo'lsa, ingliz tilini o'rganmaganimiz yo'q, boshqa narsa qilsa afsuslansak bo'ladi. Lekin rus tilini o'rganmaganimga, bilmaganimga afsuslanmayman. Quruq yo'lgacha olib chiqib oldim. Ana ipi 2 marta uzilib ketgan edi. Xullas 4000 rubl tushunishinglar uchun ipiga pul so'rayapti. Chunki ana meni tortaman deb 5 martamikin uzildi ipi. 4000 rubl dollarda 60 dollar atrofida bo'ladi. Bunaqa joyda o'zi asli to'g'ri berishim kerakdir. Insof taraflama olib qarasam, lekin menga yuk tushadigan payt Food City'ga tushadi deganida, Food City Поверните налево. manzil o'zgarib qoldi deb bu yerga kelganimda rastamoshkada aytdi, shu yerga jo'natdi. Food City'da bo'lganda balki shunaqa bo'lmasmidi? Men unga uni gapirmadim, jigar. Прямо 2 километра. Bu dedim, juda katta summa dedim. 60 dollarga dedim, O'zbekistonda seli dedim, polni hamma balonimga tros tortib beradi dedim. Meni kechir dedim, unaqa pul bera olmayman deb shopirga aytdim-da, yuk egasini mashinasi ekan, o'zini, firmani mashinasi ekan, skladni mashinasi. Shunaqa dedim, men unaqa pul bera olmayman, 4000 rubl dedim. Gap yo'q, 1000-2000 berishim mumkin remeningga, lekin unaqa pul bermayman desam, "Yo, всё, brat" dedi. Tushundim dedi, gazini bos dedi. Seni ham haligindan qiyin emas, sen ham bilmagan eding bu yerga kelishingni, sen Food City'ga deb o'ylading deb, bu ham to'g'ri tushundi. Endi MCD trassasiga kirib ketamiz, xudo xolasa bu yog'iga yaxshi shekilli deb o'ylayapman. Iloyim, Alloh yo'limizni ochiq qilsin har doim. 2,5 soatdan oshiq vaqt ketdi-da, shunga mana shu manetdan olib chiqib, oldi bilan kirganim, zatni bilan qaytib chiqish uchun 2,5 soat vaqt ketdi. Yana ham ko'p joyni syomka qila olmadim, chunki qo'limda telefon bo'lsa ham, bu yerda bo'lsa mengacha qiyin tuyulyapti shu uchun. MCD trassaga qo'shilish, bu ham probka. Akaxon xotirjam eshigini ochib ish qilyapti. Gap yo'q. Hamma yo'g'im rasvo bo'lib ketdi, qo'llarim. Hozir bitta zagruzka bo'ladigan joyim bor, shu yerda qoladigan joyimiz ham bor. O'zimizni sklad desa ham bo'ladi. Shu yerda damda olmasam bo'lmaydi, bir 2 kun o'zimga kelib yaxshiroq nima qilib keyin xabar beraman. Yo'llar yaxshi tozalanganmi yoki eriganmi bilmadim, lekin yo'llar zo'r ekan. Zo'r qilib qo'yibdi. Ruslar shunaqa cherkovlarni shunaqa qurishadi, qaranglar, mana Kremllarini, mana cherkov bor-ku, cherkov. Tepalarini nikeldan qilib, quyoshdan nur qaytaradigan qilib boshqacha qurib qo'yishadi. O, Moskva City ko'rinar ekan mana yerdan. Ma'lum kollega aytib qoldi, mana yerda kirlar chiqib qoldi, qaranglar. Chiqsa hozir bu yerda muqaddaman, bu yerga to'xtab olmaydi. Chiqib mana Leningradskidan chiqib to'xtayman udobniy joyga. Hozir mana yerda gayt o'sdi, shunga qorong'i tushib ketdi birdaniga. 1 soat, 1,5 soat turdim kami shu yerda. Instagramda premyer efir qilayotgandim, bitta bola aytgandi, 90 kunlik rejim bo'yicha nima bo'layapti degan edi. Rossiyada 1 yilda 90 kun yurishga haqqimiz bor, xolosda keyin deport urib yuborish mumkin. Shunaqa bo'lganida ana gayt ko'rib rester dedi. Men nimadir resterga tushganmi, nimadir bo'lgan dedi-da, 1 soat ushlab o'tirdi, ko'nmadi, anaqa Adelenaga olib boraman dedi. Yana bu narsalar deb ish ko'rsatib, hozir hal qilib chiqdim. To'g'risi har tomonlama diqqat qilyapti, hamma yoq dashlashni qilsangiz ham. Xullas mana shu yerga kirib joylashtirdim. Mana shu yerda Vnukovo aeroport bor edi. Sheremetyevo deganim, Leningradskida. Shunga yaqin joyda. Tak что aylanib qoldi. Bo'lmasam orqaga yuraman degan edim, bir chiroyli qilib mana yerga qo'yaman degan edim. Xayrli tong bizga. Kechqurun masjidni tozalagan edi. Ertaman yana qor bo'lib ketibdi. Bu yerdagi sxodniyadagi yukimni yukladimda, hozir Dimitrovga qarab ketyapman, 96 kilometr edi. Shu yerdan Cherez Mkat orqali Dimitrov yo'liga tushib olamiz. Bu yoq Moskvaga kirib ketish, bu yoq Piterga ketish, xullas bu yoq Mkat. Dubna trassaga tushib oldik Dimitrov yo'liga. Endi 108 ga chiqib olish kerak. Moskvani 3-aylanasimi, 4-aylanasi 108 ga o'tib olish kerak.
Shanba kuni yuk tushirayotganda ozroq yupqa kiyinib yurib qo'ydim shekilli, sovuq o'tdimi, nimadir bo'ldi. Xullas, gripp bo'libman ozgina. Parashoklarni ichib, dorilarni ichib chiqdim yo'lga. Soat Moskva vaqti bilan 11 dan 6 minut o'tdi. Pashta obed. Obeddan keyin pogruskam bor. Soat 1 gacha yetib borishim kerak. Shu yerga 96 kilometr ko'rsatgan edi. Hozir 50-60 kilometr atrofida qoldi. Qish faslimi, yoz faslimi qanaqadir boshqacha bir o'ziga yarasha bir chiroyliroq atmosferasi bor-da Moskvani. Ano yo'lda kirishda Zaprishon zinak keldi. Boshqa ilojim yo'q, chunki 2 kilometr joy qolganda, to'g'ri ko'rsam 2 kilometr. Boshqa yo'l ham ko'rsatmadi-da. Tavakkal yurib bordim, ish qilib tinchlik bo'lsin. Mana shu yukni yuklab oldim-da. Endi yana Sxodnega qaytamiz. Yo'lda birontasi ratsiyada dizel sotib qolsa olishim kerak. Qo'lni yuvish kerak. Borib joylashib, nima qilganimdan kadr ola olmadim jigarlar. Hozir Peter tarafga qarab, Tverga qarab ketyapman. Mana shu yer daryo edi, dengizmi lekin daryomidagi shunaqa edi. Qaranglar, muzlaganim. Ustidan ko'prik olib o'tyapti o'zi. Endi boshlagan edim men oxirgi marta Peterga kelganimda. Hozir qaranglar, mana usti muz, muzni ustiga qor yog'ib qo'ygan, shunaqa bo'lib qolgan. Tak hozir Tverda bitta yukim bor, shuni yuklaymiz-da, Podolskiga, Moskvaga qaytib kelaman. Dizelim ozgina, yo'lda bironta ano zapravkadan dizel olib olishim kerak. Arzonroq bo'lsa yana yaxshi bo'lardi. Mana olam muzni yorib baliq tutyapti mana shular. Turgan dengizning o'rtasida turganlar bor. Muzni yorib baliq tutyapti, gap yo'q lekin. Qarmog'ini shu olgandi qo'liga. Zaprishon bor ekan. Tavakkal chib ketyapman. Bugun yana bir marta amin bo'ldim, bu znakni bekorga qo'ymaydi ekan deb. Mana simlar, boshqa narsalar vobshe tor past joyda joylashgan ekan. Hozir gaydi yonidan o'tib ketdim-da. Keladimi, kelmaydimi bilmadim-ku, lekin bitta emas, bir 5-10 ta Zaprishonning znak keldi. Rasmlarini qo'yib yuboraman-da. Развернитесь. Tavakkal qilib yuribman. Navigator ham razvernitsiz deyapti. Men hozir nari ko'chadan, bundan keyin ko'chadan burilib olsam, xudo xolasa, yo'q, marra meniki. Xullas shunaqa qaltirab turdim, bitta narsani ko'rib, men katta mashina kelayotganini ko'rib, sal ko'nglim yumshadi. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu yerga keldim-da. Mana shu yerdan temir yuklanar ekan. Tak что shuni yuklayapmiz. Shunga o'xshagan yana 5-6 ta narsalari bor. Ichkarida xuddi hali bahor faslida yurganda yuribmiz-ku. Lekin mana tashqari qaranglar havosini. Bahor fasliga 3-4 kun qoldi bo'lmasam. Men qorni qaranglar, mana yerdan ko'rinadi. Yo'q etganim. Birpasda men qo'llarim qor bo'lib ketdi. Tak что pagoda shunaqa. Hozir bu yerdan chiqaman-da, Krasnogorskiyga boraman, rulonni yuklayman Krasnogorskdan. Keyin tak что Podolskka boraman. Hozir menga bilganlarim, keyin Branitsa bor, qo'llarim vobshe yo'q bo'lib ketgan. Qaranglar. Shopirman bo'lmasam, roldan tushmasam bo'ladi. Lekin men shularga qaralashishim kerak. Bunaqa kirib yurmagan hayotda. Va ichkari bahor fasli. Mana yerda suvlari bor ekan hamma yog'i. Moshlarni gapirmasa bo'ladi, vobshe qaranglar ahvolini. Mana kirib bo'lib ketgan. Podolskiga qarab yuraman. Podolskidan keyin Krasnogorsk, Krasnogorskdan keyin Sholkovo, Sholkovodan keyin Balashixadan keyin Tula bor. Tuladan keyin O'zbekistonga qaytib ketamiz. Tak что videomiz bu qismi shu joyda tugadi. Videoni qiziqib shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, hammanglarga rahmat. Sizlarga yoqqan bo'lsa xursandman. Telegram kanal kommentariya turibdi. Podpisatsiya qilib qo'yinglar. Bundan keyingi video qachon, qayerda, qanaqa holatlarda olinayotganini jivoy ko'rib turishinglar mumkin. Tashlab tursam video.
Nima deymiz? Hammanglarga yaxshi kayfiyat, mehnat qilishdan hech qachon charchamanglar. Ochkiga ahamiyat bermaysizlar, zreni ham shu oqni ko'rib, qorani ko'rib, haliginaqa bo'lib qolibdi, tamom bo'lib qolibdi. Xullas shuni oldini olish uchun taqib oldim. Hammanglarni ichinglarga rivojlana bir marta. Lekin mana shu narsadan qo'rqish kerak, chunki bu muzlab qolsa, nimadir bo'lmabdi, u yerdan furolar chiqa olmayotgan ekan. Mana bitta misol. Aylanib qanada zo'rg'a chiqib ketyapti. Bittasi o'zim. Ana chorrahayu, mana chorraha. Shtraflar qulluq bo'lsin. 2000 rubl ekan shtraf. Endi lutchi gapirmasin, nima qilsa deb turib, dash 5000 ming ham beraverardim, mayda qilib. Bular как положено грамотно ishlagani uchun mana shunaqa formalarni kiyib olaman. Bashmakka tiqib qo'yishimiz kerak. Shu sovuqda podushkani chiqarib tushirishga ehtiyot bo'lish kerak. Og'iz ochar vaqtidan 1,5 soat o'tdi, lekin hali choy ichmadim. Vasaqa propisk beradi. Shu propiskni olib chiqdimda, bir yo'l Tuvladan Rizanga o'tib, Rizandan Samaraga qarab. Davay, shu. Endi bu mashina o'tib qolib, buni tortmoqchimiz. Qashti mart oyida bahor faslida muzlagan salarka.